Diqqat aholiga tezkor xushxabar. Xalqqa pul beriladi. Tezda pulingizni oling. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib, videoni yaqinlaringizga ham yuboring va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Diqqat qiling, O'zbekistonda muhtoj oilalar har oy farzandlari uchun pul oladi. Bolalar nafaqasining oylik miqdori quyidagi miqdorlarda belgilandi. 250 ming so'm 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bitta bola uchun. 350 ming so'm 3 yoshgacha bo'lgan bitta kichik bola uchun. 150 ming so'm oilaning ikkinchi farzandi uchun. Qo'shimcha 100 ming so'm oilaning 3-chi va har bir keyingi farzandlar uchun deyilgan ma'lumotda. Hurmatli tomoshabinlar, xabarimiz tezda. Shunday oilalarga yetib borishligi uchun like tugmachasini ayamasdan bosib qo'yishni va o'z fikrlaringizni izohlarda qoldirishni unutmang.